Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun sizlarga 3 xil Chery avtomobillarni olib kelganmiz. Test drive uchun. Test drive ham oddiy asfalt yo'lda emas, mana shunaqa tog'larga chiqib ketamiz. O'nqir-cho'nqir yo'llarga chiqib, bu mashinalar o'zi puliga arziydimi, yo'qmi, qanaqa tutadi? Motorlari qanaqa? Xullas, narxlari, xullas to'liq ma'lumotlarni beramiz. Tabiatni qaranglar, tabiat nima deyapti azizlar? Xullas, oxirgacha ko'ringlar, juda qiziq bo'ladi. Test drive'da hammasini qanaqa tushishlari to'liq ma'lumotlarni beramiz. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I... Bu ma'lumotlarni berishga bizga eng yaxshi, eng zo'r menejerlardan biri Shohruh akamizni taklif qilamiz. Aka, charchamaysiz? Assalomu alaykum Ruslan aka. Assalomu alaykum Ayak YouTube kanali. Mana bugun Ruslan aka bizlar tashrif buyurdilar. Bu mashinani Ruslan aka 8 Pro Max bugun test drive qilamiz. Hozir qisqacha ma'lumotni berib o'taman. Bu mashinamiz 2 turbo motor bo'ladi. 286 ta ot kuchi. Dag'ini siz o'zingiz test drive'da his qilasiz. Qilamiz. Xudo xolasa. Bu balon nechilik o'zi aka? Xo'sh, Ruslan aka, bu balonimiz 19 dyumoviy litiy balon bo'ladi. Clearance'imiz esa 19 sm. Bu restyling varianti. Bu yangilangan restyling 2026-yilgi mashina. Xo'p, aka, bu mashinamizni podveskalari qanaqa? Xo'sh, Ruslan aka, bu mashinamizni podveskalari nezavisimiy, ya'ni har bitta balon отдельно ishlaydigan Macpherson kompaniyasidan bo'lib chiqqan. Buni bitta sinaymizmi aka? Ketdik Test aka. drive qilaylik. Qilamiz. Xo'p, qayerga yuramiz? Tog'ga chiqib ketamiz. Chiqadimi? Aniq. Bitta ko'ramiz a? 100%. Ketdik. Tog'ga chiqamiz akalar. Xo'p, boshladigan aka. Ko'ramizmi bitta? Albatta aka, hozir birinchi ochildi bu mashinani salonidagi qulayligini ko'rsatmoqchiman. Bu mashinamiz 6 ta rejimda harakatlanadi. Hozir o'zingiz buni his qilasiz va bundan tashqari juda ham udobniy, komfortniy narsasi bor. Hozir men sizga taqdim etaman. Привет, Chery. Здравствуйте. Чем я могу помочь? Закрой все окна. Хорошо. Bu tomonni yopdi. Wow. Привет, Chery. Здравствуйте. Включи кондиционер. Хорошо. Konditsionerni ham yoqdik. Endi Ruslan aka, o'sha aytganimdek 4 ga 4 rejimga qo'yamiz mashinani. Включен бездорожный режим. 4 ga 4 yondi. Endi mashinani yurishini ko'ramiz. Tog'ga qarab ketdik-a? Ketdik. Xo'p. Ko'rganingizdek, podveskalari nezavisimiy. Mana hozir чувствовать ham qilmayapsiz. Mana tog'ga chiqib ketyapmiz akalar. Ko'rasizlarmi? Yo'qdan отдельный kadrda yana sizlarga ko'rsatamiz. Qayerdan chiqayotganimizni. Zo'r lekin aka, juda Qanday aka? yaxshi chiqib ketyapti lekin. Tog'ga chiqdik, lekin gap yo'q. Qanday sizga Ruslan aka? Zo'r aka lekin. Gap yo'q.
Va bundan tashqari bu mashinamiz 7 kishilik hisoblanadi. Orqada ham o'rindiqlar bor. Oilaviyga zo'r ekan a. Oilaviyga zo'r. Oilaviy shu maza qilib ketsa bo'ladi. Даже tog'larga ham ishlarsa emas ekanda bu avtomobilga aka. Shunaqa aka. Bundan tashqari bu mashinamiz masalan bemalol mana hozir bahorga, vaqtga hamma tog'ga chiqadi. Shu mashinamizni bemalol xarid qilib, 25 million foyda bilan xarid qilib mashinani shu tog'larga mazza qilib chiqish Zida aka. Mana Ruslan aka tog'ga ham chiqib oldik. Ko'rib turganingizdek, har xil yo'llarda yuribmiz. Mashinada o'zingiz mana o'z fikringizni ayting, shumka bormi? Shum aka umuman hech narsa eshitilmayapti aka. To'g'risi mana bu yoqda qo'ylar boqishyapti, tog'ning ustida ko'rishingiz mumkin. Lekin to'g'risi qoyil qoldim, mashina umuman hech qanday shum eshitilmayapti. Juda bir o'ta yomon yo'llarda yuribmiz, ko'ryapsizlarmi? Bu tekis asfaltda emas akalar. Ba'zi nimalar tekis asfaltda ko'rsatadi o'zlarini, lekin biz ko'ryapsizlarmi, o'ta yomon yo'llarda yurib ko'ryapmiz. Mashin o'zini tutishini prosta super aka, gap yo'q lekin. Qoyil qoldim aka. Hozir mana shu yerga o'ngga chapga burilamiz. Shu yerdan ham ko'ryapsizmi? Bemalol chiqyapti mashina. Gap yo'q lekin. Qo'yil. O'ta yomon yo'llar. Xo'p, ana endi biz tog'dan pastga qarab tushyapmiz. Juda bir notekis yo'llari, qo'rqib ketdim aka. Вообще. Ruslan aka, bundan tashqari mana shu mashinamizga 6 yil yoki 200 ming kilometr garantiya bor. Servis o'zimizni avtosalonimizda xizmat ko'rsatadi. Bironta muammo chiqib qolsa, bemalol servis garantiya bo'yicha qilib beradi. Lekin hali bu mashina va boshqa mashinalarda muammolar chiqmagan. Xarid qilgan odam barakasini topgan. Juda yaxshi. 5 yil garantiya bu. 6 yil bu. 6 yil bo'ladi. 6 yil yoki 200 ming kilometr. Sizlar juda ajoyib. Endi hozir boshqa yana mashinalarni ham test drive qilib chiqib haydab ko'ramiz. Ana, test drive ham tugadi aka. Xuddi shunday. Zo'r bo'ldi. Endi aka keyingisini ko'raylik. Crossoverdan keyin yana bitta crossover ko'raylik a? Nima deysiz? Shunaqa. Endi hozir navbatimiz Cherry Tiggo 7 ga bo'ladi aka. Bu mashinamiz 1.5 turbo motor, 147 ta ot kuchi bilan jihozlangan va bu mashinamiz ham tog'ga chiqib beradi. Bemalol tog'ga chiqib beradi. Bemalol. Hozir buni mashinani sinash uchun men yana bitta menejerni chaqiraman. O'zi rulga o'tiradi, sizni ruxsatingiz bilan rulga o'tiradi. Men o'zim orqaga o'tirib, orqada o'zim his qilmoqchiman bu mashinani. Qani tog'da qanaqa ekan. Va o'zi to'liq to'g'risini sizni podpischiklaringizga ma'lumot berib o'taman. Xo'p, juda yaxshi. Menejer o'tirib olamiz. Men oldinga o'tiraman, siz orqada o'tirasiz. Keling. Yaxshi, ketdik. Xo'p, mana aka o'tirib ham oldik a. Xuddi shunday men ham orqada o'tirib oldim va orqada ham juda ham qulay mashina. Birinchidan mashinamiz koja bilan jihozlangan va bundan tashqari orqada mana orqa deflektorlari ham bor. Orqa deflektorlari. Keyin bu mashinamizda Ruslan aka tog'ga chiqib tushishga yordamchisi ham bor. Hozir shu menejerimiz ko'rsatib beradi, haydab. Juda yaxshi. Haydaymizmi unda? Haydaymiz. Xo'p, mana ketdik. Mana shu o'rtaga kirib ketamiz. Ko'rasizlar, yo'l g'ashi dadalasi chiqib ketgan. Qaranglar qanday chiqib ketadi. Bitta baland joydan qanday o'tib ketishini qaranglar. Tagi ham tegmayapti. Tagi tegmayapti, lekin gap yo'q, qo'yil. Zo'r. Hop, yuramiz. Podveskalarni tekshiramiz ham. Tekshiramiz va bundan tashqari bu mashinamizda 360 gradus kamera ham bor va bu mashinamizda ham podveskasi nezavisimый Macpherson bo'ladi Ruslan aka. O'zingiz ham mana sezib turibsiz. Meni bitta oling-da Ruslan aka, orqada o'tirganimni mana qimirlamayapman ham. Bir xil. Bemalol bir xil xuddi asfaltda yurganday. Gap yo'q, lekin hozir kadrdan ko'rishingiz mumkin. O'ta chunqur tog'da yuribmiz-da, to'g'risi. Endi u yog'ini o'zlaringiz tushunib olinglar. Mana qaranglar. Shunda adirlik va shu gap yo'q, lekin u mashina o'zini tutishiga hayron qolib ketdim. Aka, bitta shuni saqlanglar. Hozir shunday mashinadan tushib, bitta qaranglar qanday qayerga chiqib ketdik. Ko'ryapsizlarmi? Akalar, mashina ko'ryapsizlarmi qayerga chiqib ketyapti? Xullas, mana tekshirib oldik, podveskalari, yurishlari juda mehki, o'zini tutishlari, ashi
juda qoyil qoldim lekin. Gap yo'q. Xo'p, mana kelib oldik, akalar. Endi yana bir mashinamizni ko'ramiz. Test drive qilib ko'ramiz. Lekin zo'r ekan. Zo'rmi mashina? Tog'ga chiqib ketdi, aka. Gap Qo'yib ochig'i o'zim ham orqada o'tirib, ощущением ham xuddi oldinda o'tirganday bo'ldim. Zo'r lekin. Yuryapmiz, aka. Shum yo'qdi ichida, tushunasizmi? Chunki mashinamiz 70% shuma izolyatsiya qilingan aka. Zavodskoy shuma izolyatsiya bilan keladi mashinalarimiz. Gap yo'q lekin. Akalar sizlarga tavsiya qilaman, kelib bemalol mana shunaqa joylardan test drive qilib, maza qilib mashinani qudratini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, keyingi mashinamizni ko'ramiz, ha? Keyingi mashinamizni ko'raylik, ko'ramiz. ha? Nima deysiz? Unqur-cho'nqur yo'llarga hech kim ko'rmaganda buni, to'g'risi. Shunaqa. Endi asfalt yo'llarda juda ko'p blogerlarimiz olib chiqishdi, test drive'larni qilishdi, lekin mana bunaqa yo'llarda bitta ko'raylik, ha? Nima deysizlar? Xo'p, qanaqa bu? Qancha yurib beradi aka? Motori qanaqa? Ozgina bir ma'lumot. Xo'p, akajon, bu hozir flagman bo'lyapti bizda Ruslan aka. Bu mashinamiz 1.5 gibrid turbo motori bilan jihozlangan, polniy zapasi bilan 1463 kilometr masofani kezadi. Va bunisi hammasi emas. Bundan tashqari bu mashinamiz shahar siklida rasxodi, benzin rasxodi 3 litr bo'ladi. Vay, juda ekonomishni. Va polniy elektro bilan 200 kilometr bemalol mashina qishdami, yozdami kezib beradi. Nima qildik? Bu mashinani bitta haydab ko'ramiz. Ko'ramiz, aka. Xuddi shunday. Mana Ruslan aka mashinaga ham o'tirib oldik. Hozir remont taqamiz. Chunki bu mashinamizda start stop yo'q. Remont taqgandan keyin bitta tormozni bossak, mashina avtomatik zavoditsiya qiladi. Keyin bu mashinamizning sidenasi, upravleniyasi mana eshikdan bo'ladi. Yangi zamonaviy mashinalarda. Juda yaxshi, bemalol mana. Mana shu yerdan sidenkalarni upravlat qilib, o'zingizga moslab, nima qilsangiz bo'ladi. Xo'p, yurib oldik, aka. Ha. Juda yaxshi, do'stlar, mana ko'ryapsizlarmi? O'ta unqur-cho'nqur yo'llardan yuryapmiz. Salon ichida bironta shum chiqayotgan bo'lsa, albatta videoda eshitiladi, azizlar. Ham mashinani ichidagi shumi chiqadimi, yo'qmi, shularni bir sinab ko'ryapmiz, ham mashinani podveskasini ko'ryapmiz. Bu elektromobil, azizlar. Ko'ryapsizlarmi, qanday o'zini jotga tutyapti unqur-cho'nqur yo'llarda. Xo'p, qanaqa rejimlarda ishlaydi aka mashinamiz? Bu mashinamiz 3 ta rejimda harakatlanadi. Eco, normal, sport rejimida. Juda yaxshi. Bu mashinamizda ham голосовой управление bor, датчик слепой zone, 360 gradus kamera, xullas hamma zamonaviy yangi funksiyalar bu mashinaga qo'shilgan. Bu mashinamizning narxi 364 million 900. Bu mashinamizni ham xuddi shunday halol narsaga, rassrochkaga va yoki kreditga xarid qilsangiz bo'ladi. Kredit foizlari endi hozir tushganda, to'g'rimi aka? Xuddi shunday, o'sha prezident qarori bilan biz foiz stavkalar O'zbekistonda tushirildi. Ayni shu cherilari boshlang'ich to'lov 30% berib, 1% dan 10% gacha mashinani xarid qilsanglar bo'ladi. Azizlar, kredit foizlari o'ta tushgan, o'sha sezilarli darajada tushgan. O'shaning uchun biz aytyapmiz shuni, xarid qilishga shoshilinglar, chunki odamlar ko'payib ketadi, aka. Juda ham ko'p odam. Odamlar juda ko'p kelyapti. O'shanga hozir vaqtida olsangiz, menimcha juda zo'r, oson olasizlar, akalar. Tavsiya qilamiz. Ayni shu tushgan paytda va shunaqa bir foydali takliflar zo'r vaqtda olish kerak. To'g'rimi aka? Xuddi shunday. Hozirgi paytda, masalan, mart oyini oxirigacha juda ham o'ta darajada kuyadigan aksiyalar bo'lyapti, aka. Sizlarni o'zimizning avtosalonimizda kutib qolamiz. Adresimizni aytib o'tamiz, xudo xolasa. Bir kanalga obuna bo'linglar. Ruslan akamiz o'zlari yangi video chiqarib beradi. Juda ajoyib. Akalar, har doimgidek kommentariyada iliq fikrlarni kutib qolamiz. Shunaqa neobычный joylarda, albatta test drive'larni faqat bizning kanaldan ko'rishingiz mumkin. Qolganlar faqat tekstda ko'radi. Qaranglar, hozir men tushib yana mashinadan sizlarga ko'rsataman qayerdaligimni. Ko'ryapsizlarmi? O'shanga mashina olyapsizlarmi? Zo'rnidan va ishonchli joydan olishni tavsiya qilaman. Akalar, mana mashina turgan joyi. Bu yerda ko'ryapsizlarmi? Tog'da, adirlarda shunaqa haydab ko'rdik. Mashinamiz lekin tutishi menga juda yoqdi.
Xullas, tashrif buyuringlar, adresni aytib o'tamiz. Adresimiz qanaqa aka? O'zi aytib o'ting. Adresimiz Samarqand shahar Limonadniyda joylashgan rasmiy dilerlik markazi Cherry avtosalonda kutib qolamiz. Va bundan tashqari ayni shu kanalga bitta like va podpiska bossangiz bo'lmaydi. Juda yaxshi do'stlar. Kutib qolamiz sizlardan. Rahmat amaga. Cho'qim rahmat. over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done.